Mana aka oshna, mana shunaqa narsalar bor. Motorlar bor oshna. Har xilidan bor. Mana bular vitichka. Hojatlarga mana bular katta, mana katta napor shamolaydi. Mana bular bor, mana motor. Mana bunaqa vitichka shamolaydi ishlar. Mana bular ananga masalan mana oshxonaga ana shunday narsalarga ham bo'ladi. Mana shu motor. Kichkina ventilatorlar. Kichkina motorlar ham bor. Stilizatorlar bor oshna mana. Stilizator katta mana. Katta nasoslar mana. Glubinli nasos. Chuqurga tashlaydigan. Katta pompali nasoslar bor. Dvijokka o'xshaydigan shaklda. Keyin mana sirkulyatsionniy nasos. Mana shunaqa narsalar bor. Ventilator, katalog, grilifa firmani nomi. Ana bunaqa yozgi konditsionerlar bor, mana suv bilan ishlaydigan. Mana shlankalar bor. Mana nasos. Katta mana dehqonchilikka ishlatiladigan katta fermer nasoslar bor. Glubinli bularda ham turi bilan bor. Keyin ana tepada cho'chqa nasos. Ana bu karcher, motor, sirkulyatsionniy nasoslar. Mana motor. Mana bu karcher damashli kichkina uyga ishlatiladigan karcherlar. Sirkulyatsionniy nasoslar. Mana shular. Mana bular bor. Lekin mana pechka mana bular 5 tomonlama isitadigan. Mana bunaqa dumaloq pechkalar bor. Sirkulyatsionniy nasos. Motor, mana pechka mana u ham. Motorlar, nasos. Mana bular ham nasos, mana bu pechka. Mana shunday pechka. Tepalari. Mana bunaqa pechkalar ham bor. Pushkani kichkinasi. Mana bu nasoslar ham bor. Motor bor, katta motor. Keyin mana bunaqa nasoslarimiz bor. Mana shunaqa nasoslarimiz bor. Birinchi qo'l. Mana bu nasos, mana bu damashli karcher. Mana hozir qo'li yo'q-da. Mana bu bor, damashli karcher. Shu damashli karcher. Mana kichkina pushkalar bor, mana strokani betonlarni qurtaydigan, steshkalar qurtaydigan. Mana bunaqa narsalar bor, birinchi nasoslar. Keyin mana bular bor, mana nasos, katta pushka, kichkina nasoslar. Kichkina nasos. Bu bozorda mashina oldim, 2 yil oldin yopilib ketdimi, nimadir bo'ldi. Mana shunaqa nasoslar. Mana do'stim, mana shunaqa xolmitlar bor, mana bundan bor. Mana miyalar bor o'sha. Miyalari